Video qiziq bo'ldi. Xudoolasa 100 ot kuchi bilan 90 plus 40. Shunda 130 ot kuchi vs 100 ot kuchi bo'ladi. Qani qaysi biri yutar ekan? Oldingi videoda bu yutgandi, ikkalasi birlashgandi. Endi hozir mana 3-chi traktor ham qo'shilish jarayonida. 40 ot kuchini ham qo'shamiz. Qani qaysi biri yutar ekan? Akalar, kommentariyada yozib qo'yinglar. 130 ot kuchi yoki 100. Oldida joy yo'q ekan. Quyosh batareyga yutib olmay. Soğumasmi bunaga? Soğumasmi ochiq kabina? Qishda minsa bo'ladimi? Pechkani yoqib qo'ydim. Kimgadir xullas mana qanday narsalar kerak bo'lsa ham, bemalol aloqa chiqarasizlar, pulklari bor, boshqalari bor. So'ng apparatlar. Kimgadir kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasiz. Eng optim joylari. Skidkada qilib berishadi. Traktorlarda ham misol uchun so'rasanglar, aka nimadir skidka arzonroq beringlar desalar, nimadir bonuslar berishadi xudoga. 40 ot kuchidan boshlab 150 ot kuchigacha mana traktorlarimiz bor. Hozir bu yerda mana 40, 90, 100 bo'lmagan bo'ladi hozir. Akalar, videoda dahshatli. Ikkalamiz qaydimiz, zamonni qaydasida. Kim yutadi akalar, kim yutadi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xullas ham boshqacha. Boshlandi. Go. Böyle akalar, degan nima bo'lyaptini bildik. Hamma to'g'ri bu yerda. Mana bu yerda. Oldi qo'shilmayapti. Mo'miraga o'z o'tay. Qo'llanmoqda.
Yüzdemi? Ya. Spela Ama stop hop kaldı. Şarkısı start gidiyor. Böyle gitti. Yana bitta jang bo'ladi. Uchinchi yo'q ben. Mana yillar qaranglar, mana. Wah, kayg'uli gaplar. Bu sana do'stlar. Ya, yana bitti. Anasını motor çiziyordu gelin. Motor çiziyordu gelin. Hayır. Kim gitti? Sorry. Bunda men anu bar yutib qo'yarkan-da. 130 ham yutlashadi akalar. Kommentariylar bitta o'qib qo'yasizlar. Qo'y. Mo'minaga kim yutdi? 160 yutib ketdi kabina. 100 kabina. Qo'y. Keyin safar 90 100 150 qilaylik. Kommentariyaga yozib qo'yinglar akalar. Qiziq bo'lsa xudo xolasa, mana ikkita kattaga, bitta gigantni xudo xolasa birlashtirib ko'ramiz. Dahshat, zo'r kayfiyat, emotsiya, go'zal bo'ldi. Mana yillarni qaranglar. Like'lar dayamasizlar. Hop, mana shuncha ishlar hammasi faqat obunachilar uchun bo'ldi. Sanaqa bundan boshqa manfaat ko'zlanmagan. Prosta obunachilar ko'rsin, bir noodatiy narsalar ham chiqaraylik degan ma'noda o'sha videoni tayyorladik. Umid qilamizki, xudo xolasa yaxshi video tayyorlandi. Yoqqan bo'lsa, like, comment, obuna bo'lasizlar. Xudo xolasa bundan qiziq videolar hali oldinda akalar. Bosamiz.